Hi everyone, welcome to the High Education Video Classroom, and today we will learn new concept English Book 1, Lesson 141. The Sally's First Train Ride. Sağolasiz yaxshimisizlar? Bugun mana 141 darsimga kelib qoldik. Hamsa bugungi darsni boshlashdan burun biz oldingi darslarimizda tilga olingan bir necha muhim bo'lgan narsalarni bir takror o'taylik. All right. So, look, what is the right word? Okay, I'm the mushariki. Mavsudagi rasm, o'rnidan ostida shuningki so'zliklar beribdi. Andaqda mushu to'g'rimi yoki xatomi? Agar hamda xato bo'lib qolsa, ashuni to'g'rilab boqamiz. Masalan, birinchisi, bu nima desanglar, biz oldingi darsimizda o'rgangan nima swimming pool emas nima desanglar, a football pool. Demak, ma futbolda do'g'i tikish. Ya'ni bu qimorning bir xil turi, shunami? Okay. Endi mana ikkinchisi, ma tosh boqqanda qilibdi, yengibdi. Okay, toshqanning ustidan g'olib kelibdi. Buni lose demdi? No, it is not lose, it is win. Ma win degan yengmak, lose degan tutulmak, yengilmak degan gap. So, next one is live by himself. Okay, look at the baby. And bu baby chi desanglar, bu buvoq hamda o'ziga tayanib tura olamda, independent mi yoki dependent mi? Albatta bu nima desanglar, tayanadi, shunami? Demak, depend on. Okay, depend on. Masalan, babies depend on their parents. Okay. Masalan, buvoqlar qanday qiladi desanglar, shu ota-onasi qanday qiladi desanglar, tayindi. Masalan, food, clothes degandek narsalarga. Okay, what about that one? That one is rich or poor? Of course, he's not rich. He's poor. Namrat shunami? Namrat. Undan keyin hamda bu so'zning yana bir ma'nosi, mishalki, nima desanglar, bichara deb ma'nosi bor. Masalan, biz oldingi darsimizda poor in degan darsni o'rgangan, shunami? Poorningki bichara, uningki yana bir ma'nosi namrat. All right, what about they? They are Chinese? No, they are overseas. Ular Chinese emas, chet ellik. Masalan, overseas students, yoki nima desanglar, foreign student mi deb qo'yamiz. Foreign student. Demak, yoki another country. All right, look, what is that? Dentist? Okay, do you think he's a dentist? No, I don't think so. He's not a dentist. He is an engineer. Bu bo'lsa bir engineer. Engineer. Bo'ldi bolalar, mana bu so'zliklar biz oldingi darslarimizda muhimlar o'rgangan so'zliklar. Ya'ni football, pool, win, depend on, poor, overseas, engineer. Engineer. Okay. Andaqda bolalar tuandagi jumlalarni bil to'ldirib, to'g'rilab beqinglar. Biz nimda o'rgangan desanglar, shu to'ldirg'ich beqindi jumla. Ya'ni biz to'ldiruvchining o'rinda ma'lum bir jumla keladi. Mushu bo'lakni biz nima desanglar, to'ldiruvchilik beqindi jumla degan top. Andaqda buning nari to'g'ri, nari xato. Qarab beqinglar. All right. Number 1. Qarsak nima? He wants to know why are you so angry? Okay, hamda miyarki mushu bo'lakni boshlab kelgan, masalan, when, what, why'ning keyindan igining keyindan pil deb o'rgangan. Biroq hamda ma'ning keyindan mushu beqindi jumlani boshlab kelgan so'z, ya'ni why'ning keyindan nima kelib qoldi desam, pil kelib qoldi. Demak, hamda mushariki aslan ma'o igi kelishi kerak edi. Asli why you are so angry? Hamda o'sining nimishqi shuncha vola ochig'ingiz kelib ketganligini bilgiz kapti, shunami? Demak, hamda why'ning keyindan igi kelish kerak. Igining keyindan demak you, undan keyin fe'llar kelish kerak.
Әмсә мұш ұсулға асасан ikkinchisini ishlab bakыңlar balla. I don't know, why will you sell the house you've just bought? Okay. Demek hamda I don't know, men bilmedim. Why you will sell the house? Demek ma will iginin aldırı kep kaptı asla, iginin keyneri geliş gerek edi. Demek why will sell the house you've just bought? Sizde emdal setip ağayın demiş ki. Setip ettiniz? Degендek. Okay. Amsa, sağadaşta. Şu o'ttirga ifni ishiltib, shu if bilan boshlangan so'zlarni ishiltib jumla tuzib qo'yinglar. Masalan, bir misol qilaylik. If you don't hurry, you will be late. Agar siz oldirmasangiz, qanday qilsiz, chapsaroq bo'lmasangiz, qanday bo'ldi desanglar, mishada kechikib qolasiz. Ma ustida yeşil ramkaning ichidagisi shuningki, shu if kelgan qismniki. Balla masalan if bla 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 yana bir jumla shaklida ma'rifsanglar somebody will deb keladi. Agar somebody will deb kelsa if degan keyingi kesim bo'ladi. Masalan, if you don't hurry, you will be late. Okay. Masalan, you failed exam, imtihondan o'tolmasangiz, okay. Okay, I can do it again. Yoki blah 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 blah. Shunami? Onadagi masalan you don't want this book, you're busy now, you need money. Demak, hamda ma'lari bo'lsa bir asaqlab olanlar. Biz mushundan asosan hozir bir necha jumla tuzib chiqamiz. Qaranglar. Masalan, if you fail the exam, you can do it again. Birga if bilan kelib qolsa, ma keyiniga tuslik fe'l. Demek ish harakatniki imkoniyatni bildirgan fe'llarni ko'rsatadi. Bu yerda masalan can degandek. Demek if you fail the exam, you can do it again. Agar imtihondan o'tolmasangiz, siz qayta qatnashsangiz bo'ladi, qayta ba'singiz bo'ladi. So if you don't want this book, I will throw it away. Okay. Hamda siz bu kitob lozim bo'lmasa, kerak qilmasangiz, xohlamsangiz, men uni tashlab o'tay. Ya'ni throw something away. Demak, bir cho'rib etmak, tashlab etmak degan gap. Okay, next. So next one, if you are busy now, we will talk later. Agar siz aldirash bo'lsangiz, biz keyin paranglashaylik. Demak, oldi if ma if oddiy hozir zaman bilan kelsa og'lashlar, ma keyinchi ko'rsanglar, oddiy kelgisiman. So if you are busy now, we will talk later. Okay, number 5. If you need money, I will lend you some. Okay. Agar sizga pul lozim bo'lsa, men sizga azroq berib turay. Ani men yari lend money degan oriyatga berib turmak. Borrow bo'lsa so'mak. Masalan, I will borrow some money from you, from somebody. Ishtami? Ma'lum birisidan qanday qilmak? So'mak bo'ladi. So'mak bo'ladi. Xo'sh, Shamsa, bugun takrorlash mushagichi bo'lsin. 141 dars Sally's first train ride. Sally'ning tunji nimasi? Train ride. Poyezd o'ltirishi. So, the first question, have you ever traveled by train? Ballaslar, shu poyezd o'tirib bir ayaga berib baqqanmi? Qanday baqqanmi? Have you? Okay, yes or no? So, when was your first train ride? Andaqda sizlarning tunji qadimliq poyezd o'tirishinglar qachon? Okay, for me, you know, it was after my graduation of high school. And I took the train to Urumqi. I mean, it's like I rode, okay, I rode, okay, I took the train to Urumqi. Like it took me for more than 24 hours at that time. Ayni vaqtda hamda meni shu 24 soatdan jiq vaqt ketganda, hamda hozir tizilib ketdi ku poyezdning turibdi. Lekin ayni vaqtda 24 soatdan jiq vaqt ketadi. Masalan, shu yoqqa berish uchun. So, when was your first train ride? And this land tunji qadam poyezd o'tirishing qachon? So how did you feel it? How did you feel?
at the beginning I was excited. And after that, I felt so lonely because I was alone, at that time, just by myself. And at that time, I was too shy and didn't want to talk to people around me. So I felt very lonely at that time. Бек бір қыл ялғызлық ес қиған, чүнке вақтан time we were too shy. Shy дегеніміз неметі бек қижилсан. Шоңа траптық кішілер қана қымайтын саңа, жоқ гәп қымайтын шоң қандар саңа. Felt very lonely. Okay. So, first of all, let's learn some new words about today's class. Амса бүгін келес қайт еңі сөздеріне башта бір үгініп шықайлы. Онан екен башқа нәрсені тоқталсақ бала. Бірінші, excited. Неме екен бала бұл? Adjective. Süpet. Аяжанғы санмақ, аяжаланмақ дегенге. Аяжалынарлық. Excited. Demek hem de bu köpüncüsü adımlarga işiltiler. Birdemdeki ma farkını so'zlab beraman. So, look at the first sentence. Don't get excited when you talk. Siz gap qilganda qanday qilmang? Hayajonlanmang. Don't get excited. Demek mi yani get excited deganimiz nima? Masalan, hayajonlanmak degan gap. Demek gap qilganda qanday qilmang? Hayajonlanmang. Okay. Next one is, I was excited to see the rock band. Miyarga rock band deganimiz rock müzik saytilgan atrat. Yaki müzik atratini gösterishunami? Demak hamda men shu rock müzik saytilgan müzik atratini ko'rib qanday qildim? Intayin hayajonlandim. Okay. Intayin hayajonlandim. Okay. Mesela I was excited to see her. Men onu ko'rib hayajonlandim degan. Demak hamda excited degan o'shada odamlarga shiltildi. Okay. Yana the good news excited everybody. Bu xush xabar hammalarni qanday qildi? Hayajonga soldi. The good news excited everybody. Okay, hamda musharaka excited degan ko'pincha odamlarga shiltilsa adashlar. Onun da mesela exciting deb yana bir shakli var. Keyiniga ing qitilgan sifat bilan keyiniga ed qitilgan sifatlarning farqi var. Mesela exciting degan kishini hayajonga soladigan. Bu ko'pincha qanday desanglar, narsalarga ishlatildi. Masalan, the football match was exciting. U futbol musobaqasi intayin hayajonlanarli bo'ldi. Odamning kishini hayajonga solgan bo'ldi. I was so excited. Men shunchalik hayajonlandim. Demek hamda mishada excited degan odamlar ishlar. Masalan, buni o'xshash, masalan, interested. Masalan, this book is very interesting. I am very interested in this book. Bu kitob intayin qiziqarli. Hamda bu ma'nosi jihatda, hamda bir xil ma'nolik odamda bir xil qiziq turdi, o'ziga tatidi degandek. And then I'm so excited. Okay. Yeah, interested in. Men uni intayin qiziqdim. Demek ing ko'pincha narsalarga ishlatadi. Agar odamlarga ishlatib qolsa bo'lamdi desanglar bo'ladi. Bu odamlarning xarakter alaylikni ifodalash bo'ldi. He is very exciting person. He is an exciting person. Bu degani hamda u bek hayajon kishi. Intayin asan hayajonlangan odamni nima deymiz? Exciting deymiz. Exciting. All right, and she felt very excited. Mesela qaranlar resimde qizcha qana qilibdi? Intayin hayajonlanib ketibdi, shundami? She felt very excited. Next one is get on and get off. And the get on degan on degan ustiga. Demak hamda resimni ko'rib turishqa opuzga chiqib ketibdi, shundami? Demak get on degan ustiga chiqmoq degan gap. Agar get off bo'lsa, get off deganimiz pastga tushmak. Bu o f deb birisibago, shu tushmak degan gap. Masalan, let's get on the bus one by one. Okay, men yerga one by one degan bir-birlab avtobusga chiqayli. And she got on the bus a minute ago. O 1 minut burun avtobusga chiqdi. Demak, men o'tgan zaman shakli shundami?
And I got on the train at the first stop. And men tunji beketda, birinchi beketda, dastlabki beketda poyezdga chiqdim. I got on the train. Got on the train, got on the bus. Okay, shunaqa. You pay the driver as you get on the bus. Siz avtobus chiqqan vaqtda, as shu vaqtda qana qilsiz shofirga to'laysiz demakchi, shu kran to'laysiz degan gap. You pay the driver as you get on the bus. And the get off postcha tushmak. Get off the bus, get off the train degandek. Okay, next one is middle-aged. Middle-aged. Okay, endi misharga middle-aged degan nima deb ola? Middle degan o'ttira, age deganimiz nima edi? Yosh. Middle-aged degan o'ttira yoshlik degan gap. Masalan, middle-aged man. Okay, you know, the middle-aged man is saying something. O'ttira yoshlik kishi bir narsa da'vat etadi. And the middle-aged woman is having breakfast. O'ttira yoshlik ayol qanaqa o'tiradi? Tamoq yeyapti. Endi o'ttira yoshlik degan shu 40 yoshlar atrofi deganni middle-aged deymiz. Middle-aged. A middle-aged lady, a middle-aged boy degan gap. Demak shu 30 dan 40 50 yoshgacha bo'ladimi? Middle-aged. Okay, next one is opposite. Opposite. Opposite degan endi birisi bilan qarama-qarshi o'tgan bo'lsa, masalan, opposite. Masalan, he came in and took a seat opposite to me. And u keldi endi mening qarshi tarafimda o'tirdi. Masalan, men mer o'tirgan bo'lsam, opposite bo'lsa, oyoqda, masalan, poyezdda shunaqa yoki oshxonada. Masalan, mayoqda o'tirsa, oyoqda, masalan, oldimda mana o'tirish. Shuni deymiz opposite. So I sat opposite to him during the meal. Tamoq vaqtida men uningga qarama-qarshi o'tirdim. So they have opposite view on the question. And ular bu savolga nisbatan o'qishmagan qarama-qarshi fikri bor. Nuqtai nazari degan gap. So south is opposite north on a compass. And the kompasda janub bo'lsa shimolniki ana qarama-qarshi tarafida. Demak opposite deganimiz qarama-qarshi. Qarama-qarshi. Next one is curiously. Okay, curiously. Curiously degan nayt ishtiyoq bilan, nayt qiziqqanlik bilan, nayt shuni bilgisi kelgan bilan degan gap. Masalan, in a way that shows you want to know about something. Masalan, ko'pincha, masalan, kichik bolalar qanday desalar, ask question curiously. Masalan, apa nima uchun quyosh janubdan chiqadi? Yo'q, g'arbdan chiqadi. Deganga o'xshash shunda qanday savollarni so'rashga bo'ladi. Demakchi, shu pek bilgisi kelgan ishtiyoq bilan degan gap. Masalan, Sally looked at the lady curiously. Nayt bir xil qizg'inlik bilan, bilgisi kelganlik bilan Sally chim qaradi deydi, yalaqi ayolga qaradi. Nayt bir xil ko'zlaridan bir narsaninki bilgisi kelganlik, ishtiyoq. Shuni ular qanday qildi deydi? Qaradi. So he looked curiously at the people, and the kishilarga nayt ishtiyoq bilan qanday qildi? Qaradi. So she finds the ride curiously enjoyable. Okay, and that was shu qatimliq saprni nayt curiously enjoyable nayt qiziqqanlik bilan nayt huzurli qanday qildi? His qildi. Endi misharga find degan topdi emas, masalan, shuni bir his qilmoq. Mushuni deymiz, masalan, find something interesting degan bir narsa nayt qiziqarli his qilmoq. Endi misharga curiously interesting nayt ishtiyoq bilan huzurliq odamga xo'sh yoqadigan degan gap. Curiously. Okay, next one is funny. Okay, funny. Qaranglar resimlarga. Bu resimni qarasang, nayt bir xil kulkili, qiziqarli shunami? Mushuni deymiz, funny. Okay, these are funny pictures for the children. Yeah, these are, funny pictures. Nayt qiziqarli. He felt funny all day yesterday. And butun kun qanday qildi nayt qiziqarli qanday qildi, his qildi. Okay, so funny thing happened to me today. And then ma qiziqarliqda ish qanday qildi, yuz berdi. Demak, endi funny degan odamni bir xil o'ylis kulgisini keltiradigan ba'zi ishlarni deymiz. So funny deymiz. Agar interesting bo'lsa, ma'nalik.
Mesela bazı kitaplar intayın ma'nilikka adamni bir xil o'ziga ram qilib oladi. Shunami? Uni nima deymiz sanlar? Interesting deymiz. Okay, next one is powder. Okay, powder. Bu powder degan asli vaqalatdagi narsani powder deymiz. Hamda men yargi narsani o'qiladi. Buni ko'rsatadi. Masalan, she takes a powder every morning. Okay, u har kuni qanday qiladi sanlar? Bir qatam so'kaydi. Yoki attaganda qanday qilib uf bo'laydi. Yoki Sally plastered her face with powder. Okay, endi ma plaster deganimiz endi shu ustiga mana so'kmak yoki ustiga chopmoq deb ma'nosi bor. Demak endi kunda yuzini uf bilan qanday qildi ekan? Uf bo'laydi ekan. So there is a powder compact in her bag. And a powder compact degan oyatdagi rasmni ko'rib turibdi. Bu nima desa? Shu ufpa qutisi. Shu qutini ko'rdingmi? Shuni nima deymiz sanlar? Powder compact. Compact deganimiz hamda shu ufpaning qutisini ko'rsatadi. Okay, next one is kindly. Kind degan oq ko'ngil, oddiy samimiy degan gap. Hamda kindly degan aytdi. Samimiy olda, oq ko'ngil olda degan gap hamda. Buningki ravish shakli. Demak hamda ko'ngliga hech qanday bir narsani qanday qilmay, o'ylamayni aytdi. Shu tuzlik bilan degan gap. Masalan, Sophie is a kindly and simple-hearted. Okay, Sophie was nima desalar? He's kind desak bo'ladimi? Yoki aytdi sadda, oqko'ngil, and aytdi simple-hearted, aytdi ko'ngli tuz degan gap ham bor. So next, she always spoke kindly to children. U doim bolalarga aytdi, tuz, oqko'ngillik bilan qanday qildi? Gap qiladi. Spoke kindly. Masalan, she kindly overlooked the mistake. O tuzlan demakchi, bunda ko'ngli boshqa narsa o'ylamaylam qanday insonlar. Bu xatolikni qanday qildi? Overlook. Overlook deganimiz ham demishada birga beparvarlik qilmoq. Birga hamda shuni qanday qilmoq desa, uni nazardan saqit qilmoq. Unaqa diqqat qilmaslik degan gap. Overlook, sal qaramoq. O tuzlam qanday qilib tursanlar, bu xatolik sal qarab qopdi. So natives received him kindly. Okay, anda musharik yerliklar qanday qildi? Uni aytdi, samimiylik bilan, qizg'inlik bilan qanday qildi? Kutib oldi. Next one is ugly. Okay, what is that? Look at the picture. They are ugly people. You know, ugly faces. This set. Nimalar chiroyli ekan bu? Masalan, they look too ugly. Labek set ko'rindigan deydi. They look too ugly. Okay. Masalan, you are a little ugly frog. Sen bir set paqa deydi. Frog deganimiz paqamishadi. You are a little ugly frog. Masalan, he said with an ugly smile. This set bir yijish bilan qanday qildi? Dedi. So don't be ugly to your grandparents. Okay. O nimanga? Cho'ngdarang cho'ngapang qanday qilma, unda setlik qilma degan gap. Okay, next one is amused. What is amused? Masalan, his jokes amused the whole table. Degan, amused degan kuldirib etmek, qaqoqlab kuldirib etmek, xo'sh qilib etmek bo'lsa amused. Uningki chaqchiqi, uningki yumori qanday qildi? Bu butun ustilliklarni qanday qilib etdi? Xo'sh qilib etdi. Masalan, these stories kept the children amused. Again, bu o'yinlar, bu bolalarni aytdi. Qanday qildi? Xo'sh qilib etdi. Kuldirib etdi. Nima? Okay, and we were all amused at this story. Biz hammamiz buning qanday qildik? Bu hikoyaga aytdi, xo'sh bo'lib ketdi degan gap. Ana smile degan so'zlar kulimsirmak. Masalan, she had a warm smile on her face. Uning yuzidan aytdi, illiq tabassum aks etdi. Demak, u yuzidan aytdi, illiq kulimsirdi, shunami? I never smile at people who are rude to me. Men azaldan menga qo'pollik qilgan, menga beadabsizlik qilgan kishilar qanday qilmayman? Kulimsirmayman deydi. Demak, I never smile at. Men qanday qilmayman? Kulimsirmayman. Look, she is smiling at you. Qara, u sizga kulimsiryapti. Demak, the smile
Okay, and she gave us a pleasant smile. Hem de o bizga aytdi. Illiq tabassum aks berdi. Pleasant degan xushal tabassum degan. Ondan keyin balamas qiliq surat tushganda smile deydi shunami? Uni yakirmak cheese degan hamda o'sha kulimsirang degan gap. Next one is embarrassed. Okay, embarrassed. Mesela embarrassed manda, ne mesela imdege içi kirmek indep şunama bar degan joba şunama meyxana. Ma as deganimiz hamda ayt ishakda qiliqlarni qilsanlar. Demek hem de arak içkende ishakda qiliqlarni qilgandan keyin at isinlik kelganda boshqalarni oldida his qilgan shu feelingning bo'ldirsan embarrassed demekçi aytdi o'ng'aysizlanmak, uyat his qilmak degan gap. Mesela Sally's mother felt very embarrassed. Sally'ning kapisi pek o'ng'aysizlandi. Demak, ma'lum bir ishni xato qilib qo'yak, bolalar xato qilib qo'ysa qanday qildi? Boshqalarning oldida bir xil xijil bo'ladi shundami? O'ng'aysizlanadi. Mesela she was embarrassed when they asked her age. Ular onundan yeshin so'g'anda bir xil xijil bo'ldi. Embarrassed qanday qildi? Xijil bo'ldi. Uyat his qildi, shundami? So he looked a bit embarrassed. U qaramaqa ziraq bir o'ng'aysizlangandek ko'rindi, shundami? So I was embarrassed by his unexpected question. Men bu o'ylamagan savolidan qanday qildim? Aytdi, embarrassed. Nima bo'ldim? O'shada o'ng'aysizlandim. Unexpected question deganimiz hamda o'ylamagan, demakki kutilmagan savolidan demakki oldin o'ylab boqmagan savoldan qanday qildi? Shuningdan bir xil embarrassed, xijil bo'ldim deydi. Okay, amsa tekst kim qapti savoldoshlar. Yana first listen carefully. Amsa diqqat qilib bir anlanglar. Last week, my 4-year-old daughter, Sally, was invited to a children's party. I decided to take her by train. Sally was very excited because she had never traveled on a train before. She sat near the window and asked questions about everything she saw. Suddenly, a middle-aged lady got on the train and sat opposite Sally. "Hello, little girl," she said. Sally did not answer, but looked at her curiously. The lady was dressed in a blue coat and a large, funny hat. After the train had left the station, the lady opened her handbag and took out her powder compact. She then began to make up her face. "Why are you doing that?" Sally asked. "To make myself beautiful," the lady answered. She put away her compact and smiled kindly. "But you are still ugly," Sally said. Sally was amused, but I was very embarrassed.